Sekund berilgan. Limiti bor ekan. Buni hisoblash kerak. Ana undan bir taqsim kani chiqarib olsak summadan Yo'q, bu yerda nima gap? Bir taqsim kani chiqarib yuborasiz. Chunki kga bog'liq-ku bu. Summadan chiqara olmaysiz. Summani topib olish mumkinmi hozir? Yo'q. Okey. Bu yerda chunki n cheksizga intilganda bu yerdan cheksizga intilib ketadi. Boshqa yo'l bor. Mana bu summani ishlatishimiz kerak. Bitta properties bor. Sn dan Sn-1 ayirsak, mana shu o'zi qoladi. Shundan foydalansak bo'ladi. Okey, buni bitta yo'li mana shuni bitta sekund deb olaylik. Bn qayergadir yozaman. N square k1 k square. Sizlarga savol. n ni topsam bo'ladimi? Shu sekunddan. Mana bu yerga yozib qo'yaylik. Bu yerdan nima kelib chiqadi? Limit n cheksizga intilganda bn 1 ekanligini bilamiz. Okey. Summation properties bor. Bu cheksizga intilmayapti endi hozircha. Summation properties bor edi. Agar n minus 1 ni qo'yib turib, n-1 bergan, n-1 square 3 n-1 mana shuni olamiz. n-1 qo'yaman. Endi ikkalasini ayirib tashlasam nima bo'ladi? Nima qoladi? an qoladi. an emas, mana bu yer qoladi. An bo'lingan n square qoladi. Okey. Bu yerga yozib olamiz. bn minus bn minus 1. Okey. Buni soddalashtirishimiz kerak. N square 2n plus 1. Okey. Qisqarib ketadi. 2n qoladimi? Adashmayapman. Hisoblab turinglar. 3n lar qisqarib ketadi. Keyin plus 2. Plus bu ikkita summation ayirganimizda nima qoladi? an over n square. Mana shu. Bu yerdan an teng n square bn minus 1 minus 2. To'g'ri? Okey, mana an ni topib oldik. Endi qo'ysak bo'ladi limitimizga. Hisoblaymiz. Limit cheksizlik an mana shu. Keyin buni yana bitta olamiz. Ko'paytiramiz. Plus 2n mana shu plus 3n square. Tushunarliga? Endi okey, shu yerdan soddalashtirsak bo'ladi. Hammasida n square bor. N square bunda ham bor, bunda ham, bularda ham. Shularni qisqartirib yuboraman. Bitta qoladi. Yo'q. Yo'q. Bitta. Va bu ham yo'q. Okey. Endi nima qilsak bo'ladi bu yerdan? Okey. Soddalashtirsak bo'lar ekani, ular qisqarib ketdi. Keyin nima qoldi? Okey. Tagidagisi ham qisqarib ketar ekan. Nima qisqarib ketar ekan? Tagidagisi ham n'larni. Aha, to'g'ri. Mana bu yerda 3 ni ko'paytiradigan bo'lsak, 6 yana 6. Mana shu. Demak, 6lar ham qisqarib ketdi. Okey. Endi bitta zo'r tarafi bor. Bn ni limiti bor. To'g'rimi? Limit n cheksizga intilganda bn 1 bo'ladi. Bn minus 1 da ham properties bor edi limitlarda, sekunslarda. N cheksizga intilganda bn minus 1 buni limiti ham
2n ham hammasi alfaga teng bo'ladi. Ya'ni bironta konstant songa. Demak, buni limiti 1, buni limiti ham 1. Ya'ni 0 bo'lib ketadi bu ikkalasi. 0 bo'lib ketdi. Nima qoldi? 5 minus 2 minus 3 minus 6 minus 1 taqsim 3. Okay.